Hammaga assalomu alaykum. Bugun AdXP dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. $500 dan $1000 bonus olishni ham ko'ramiz. Kirganimizdan so'ng mana kirish, bu eski akkauntingizni tiklash, ro'yxatdan o'tish, bu yangi akkaunt ochish. 4 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Bir boshidan telefon raqam orqali, email, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ijtimoiy tarmoqlar orqali hozir ko'ramiz. Apple ID, VK, X o Twitter, Google, Yandex. Qaysi biri bo'lsa o'tib ketsak bo'ladi. Telegram orqali ham o'tsak bo'ladi. Bizlar bir boshidan o'tamiz. Mana chaqmoqchan rasm turibdi. Mamlakat degan joyga siz hozir qayerdasiz? Misol Qozog'istonda, yoki Ozarbayjon, yoki boshqa joyda, Rossiyada bo'lsangiz tepada Rossiyani qo'yib qo'yasiz. Mana valyutalarda bu AdXP ichida qaysi valyutada o'ynashingiz. Rubl bor, yevro bor, keyin qirg'izskiy baygi bor, so'mlar bor. Rubl ham bor, tepadan yozsangiz chiqaradi. Promokod degan joyga MT701 yozamiz. Bu yerdan bonuslar ko'rsak bo'ladi. Sport o'yinlari uchun 50 million so'm bonus birinchi depozit uchun beradi. Kazino va games o'yinlari uchun 210 million bonus, bonus, plus 100 ta people spin. Kim qaysi biriga ko'proq stavka qilsa, o'shani qo'yadi. Bizlar kazino va games o'yinlarini ko'p o'ynaymiz. Ro'yxatdan o'tish. Mototsikl, avtobus. Mana shunday texnik nosozliklar bo'lishi mumkin. Birdan ochib ketmaydi. Avtobus bo'lsa avtobusni belgilasangiz, birdan bo'ldi ochib bo'lmaydi deb chiqib ketish shart emas. Tanlaversak o'zi ochib beradi. O'zining xatoliklari bor-da. Billat avtobus ekan. Setofor. Mana o'z akkaunt ochildi, mana nechtadir baygidan keyin chiqib ketish shart emas. Endi ochilgandan keyin buni bitta screenshot qilamiz. Erta shtob akkauntdan chiqib qo'ysak, mana bu login degan narsasi bizga kerak bo'ladi. Keyingi mana keyin ochilgandan so'ng pastdan menyu bo'limiga o'tamiz. Mana 4 ta kubikmi, biladi. Keyin mana tepada nastroyka bo'limi bor, undovcha bilan. O'shani ustiga bosamiz. Mana bu yerda balansni to'ldirishni o'rgating deb kommentariyaga daqiq odam yozyapti-da. Men o'zi kirganimizdan o'zi ko'rsak bo'ladi, hisob to'ldirish, hisobdan pul yechib olish. Keyin tepada odamchaga bosamiz, ma'lumotlar to'ldiring. Bu yerdan ism familiyamizni to'ldirib chiqishimiz shart. Erta shtobi nerealniy summa to'g'risak chiqarib bermasligi mumkin. O'shaning uchun hamma narsani to'ldirish shart bu yerda, ism familiyani. Endi otasining ismi, unaqa narsalar shart emas. Telefon raqam ulashimiz kerak, bu yerga email olsak bo'ladi. Boshida bergan parolda mana login degan joyiga yozib, parolda almashtirib olsak bo'ladi, o'zimizga udobni qilib. Hammaga omad. Promokodimiz MT701. Birinchi depozit uchun 210 million so'm bonus beradi kazino va games o'yinlariga.